Mana ko'rishimiz mumkinki, ushbu videoda, ya'ni eskalator to'xtab qoladi. 3-4 qadam yursa bo'ladi. Lekin joyda turadi. Yordam kutadi. Hozirgi hayotga juda mos tushadi. Men o'zim ham patsientlarimga tushuntiraman. Iqtisodchilar yaxshi biladi, Pareto qonuni bor, 80-20. Ya'ni men aytaman, 80% muammodan faqat siz chiqib ketasiz. 20% men to'g'ri strategiya qo'llab beraman. Bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni insonning ichki resurslari juda kuchli. U og'ir, qiyin, uddalab bo'lmas vaziyatga tushib qolganda ham chiqib keta olish imkoniyati juda yuqori. Juda yuqori. Buni tarixdan ham ko'rishimiz mumkin. Hozirgi osonlik hayotida har bitta narsa texnika bajaradi. Buni oqibatda biz juda bir dangasa bo'lib qolganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Yordam so'raydi, kutadi, harakat qiladi. Bo'lmasa shetdan o'zi harakat qilib yurib chiqib ketsa bo'ladi. Yo'q. Hayotimiz ham xuddi shunaqa. O'zimiz harakat qilishimiz mumkin bo'lgan joyda kimdandir yordam so'raymiz-da. Misol uchun men aytaman. Mana kitob ko'r. Mana shu mashqlarni qiladigan bo'lsangiz, stressdan chiqishingiz mumkin. Yo'q, bu oddiy, men bu narsani qilmayman, menga boshqa narsa kerak deydi. Boshqa narsa yo'q. Bizni juda tez o'ldiruvchi narsa bizni ongimiz hisoblanadi. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmang.